O'zbekistonda eng ko'p mashina qaysi biri deb o'ylaysizlar? Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra top 6 ta mashinamiz bor. Birinchi o'rinni eshitgandan keyin o'rtoqlar jinni bo'lib qolasizlar. Xullas 6-o'rindan boshlaymiz. 6-o'rinda bizda Spark turibdi. 280 bitta. 5-o'rin Matiz 296 442 ta. 4-o'rin Cobalt 331 728 ta. Qiziq ketyapti. O'rtalar 3-o'ringa o'tamiz. 3-o'rinda esa legendarniy Gentra. Buni ichiga Lacetti 1.6, 1.8 ham kiradi. 334 ta. 2-o'rinda o'zimizning Jaydar Damasimiz. 478 ta. O'rtalar bizda Toshkentda kam desanglar agar viloyatlarimizga borib ko'ringlar. Hamma Damas o'shitdi. Faqat kommentariy portlab ketmasa bo'ldi. Birinchi o'rinda Nexia. Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3. Jami o'rtalar 687 164 ta. Birinchi o'rinda turibdi. Kommentariyani bitta kirib ko'ringlar, aniq portlab ketgan. Like uchun kattakon rahmat, podpiska ham esdan chiqmasin.